Bu degani bolaga bo'tqa yoqmadi degani emas. Siz hali shu vaqtgacha yedirmaganingiz uchun birinchi sizga tavsiyam birinchi bo'tqa olasiz. Birinchi bo'tqadan bir osh qoshiqni kasada bo'tqa etib tayyorlaysiz. Sumalak teng quyuqlikda bo'lishi kerak. 4-2 qoshiq bilan ozdan yediramiz. Yeganincha yesin, chunki bu hali quyuq narsa yeb ko'rmadi. Bu quruq sut so'rib yurdi, so'rishni biladi, lekin quyuq massani aylantirib yutishni bilmaydi. Yaxshi yeb bilmasligi mumkin, yarısini yutib, yarısini chiqarib tashlashi mumkin. Bolangiz endi shu narsani yutishni o'rganyaptir. Tushundingizmi? Sizni tayyorlagan bo'tqangiz ortiq qolishi mumkin. Bu narsadan hech qanday qo'rqish yo bo'lmasa meni bolama yoqmadi deb to'xtatib qo'yishingiz mumkin emas. Tushundingizmi? Bugun shunday deb yediramiz. Ertangacha kuzatamiz. Toshmasa, qusmasa, ichi ketmasa, bezovtalik bo'lmasa bolangizda ertangan kunni 2 mahal iloji boricha bo'tqani o'zlaringiz ovqatlangan vaqtda, masalan, betateatrsizlar, ovqatlanyaptirsak, bola ham shu vaqtda o'zlaringizni yoningizda idisha tayyorlab, qoshiq bilan yediring bo'tqani. Ikkinchisi, masalan, kechki ovqatlanishda bo'tqa bersangiz, bolangiz ertaroq o'zlarimizni общий stolga qo'shiladi. Tushundingizmi? Endi birinchi bo'tqani sinadik, bolangiz yaxshi qabul etdi. 3 kun, 5 kun davomida birinchi yedi, keyin ikkinchisidan qo'shasiz grechka. Grechkani ham birinchi kuni bir marta tayyorlab yediramiz, ertangacha kuzatamiz. Bolada bezovtalik bo'lmasa, ertangdan kunini bir mahal birinchi bo'tqa, bir mahal grechkali bo'tqa bersangiz bo'ladi.